Men faqat kesareva yo'li bilan tuqqanman va menda qin devorlari bo'shash holati yo'q. Kesareva bo'lgan ayollarda ham qin devorlari bo'shash holati juda ham ko'p kuzatiladi. Bilasizlar, ko'pchilik homilador ayollarda, ya'ni bo'shashtiruvchi gormon ko'p ishlab chiqarish oqibatida qin devorlarini hamda chanoq tubi mushaklari bo'shashi ehtimoli bor. Undan keyin esa chilla davrida agar ich qochishingiz bo'lgan bo'lsa yoki og'ir yuklarni ko'tarish oqibatida ham qin devorlari bo'shash holati mumkin. Har bir ayol organizmida gormonal fonni ahamiyati juda katta. Agar gormonal fonda muvozanat saqlansa, ya'ni estrogen gormonlari yetarlicha bo'lsa, albatta qin devorlaridagi kollagen va elastin moddasini o'z vaqtida yetarli ishlab chiqarish oqibatida qin devorlar bo'shash holati kuzatilmaydi. Davosi ikki xil bo'lishi mumkin: operativ va konservativ. Konservativ bular kiradi Kegel mashqlari, shag'amchalar va undan tashqari lazer toraytirish. Operatsiyaga esa qin devorlarining plastikasi kiradi. Agar siz bitta yoki ikkita farzand tug'gan bo'lsangiz va sizda qin devorlari bo'shash holati kuzatilsa, albatta sizga bunda Kegel mashqlari yoki lazer intim yoshartirish to'g'ri keladi. Lekin sizni yoshingiz 35-40 dan oshgan bo'lsa hamda 3-4 ta farzand tug'gan bo'lsangiz, hamda sizda qin devorlari bo'shash holati bo'lsa, sizga operatsiya to'g'ri keladi. Sizda ham qin devorlari bo'shash holati kuzatilganmi va siz qaysi usuldan foydalangansiz? Albatta izohlarda yozib qoldiring.